isib ketdi. Shamol chiqay demaydi. Isib o'lay dedim. Bundaq issiq havo shatli qo'rqimizga sinoq bo'ldi-da. To'g'ri deysan, oqshom sug'urgan ziroatlarning yupurmoqlari so'lishib qopti. Temperatur xatir qoldirilgandan bu yoqqa eng yuqori temperaturani ishib ketibdi, ha? Havo shundoq isiversa, sirtki uskunlar buzilib ketishi mumkin. Bu issiq havo tezroq o'tib kelsa bo'ladi. O'tqashaqqa qarang, quyosh energiyalik elektr stansiyamizning tog' besimi normal emas. Dinozavr polvon, berib qarab boqayli. Ma'qul. O'tqashaqqa kunlik vela. Biz kunlik olmasaqmi bo'ladi? To'g'ri emas. Temperaturning sababidan bundaq cho'ng benormallik chiqmaydi. Boshliq, mong'ayli. Bujg'on serakay shikola. O'yjon. Bujg'on ko'zingizga nima bo'ldi? O'tqashaqqa og'ir. Dinozavr polvon, bujg'onni tezroq shifoxonaga olib, men chiqib qarab boqay. O'tqashaqqa ehtiyot qiling. Boshliq, men boray. Men sendan chaqqan. Dinozavr polvon, sen berib qarab yiqib, nemish bo'lganligini menga xabar qil. Herkes yolg'iz harakat qilma. Quyosh energiyalik elektr stansiya sistemasining ishga. Boshliq, xotirjam bo'l. Bu yerda kishilar senga qoldi. Voy, nimandaq issiq. Quyosh tushib ketmagan-du, ha? G'alati ishqo, nimandaq isib ketadigan-du? Quyosh qizib qolmagan-du, ha? Nemishqa bundaq bo'ladi? Qandoqsiga 4 quyosh bo'ladi? Bundaq bo'lishi mumkin emas-ku. Nemishqa bundaq bo'ladi? Men xato ko'rib qoldimmi ya? Opla chatoq bo'pti. Chatoq. Oy. Voy, rahmat. Arzimaydi. Yana bir quti. Xo'sh. Yana bir quti. Dinozavr polvon. Peyzikam, bunda issiq kunda muzdek sovuq ichsa nima degan peyzi? Elinglar, sizlarmi ishchinglar? Sizlarmi o'zurlinglar? Elinglar. Nim bo'ldi? Men bilan jafo alavati bila bo'g'inglar yo'q shundaqmi? Albatta jafo va alavati bila bo'lishlar cheki bo'ladi. Mana bu jafo va alavati bila bo'lganlar. Xo'jayin, 4 quyosh planimiz muvaffaqiyat qozonadi. Xo'jayin, muvaffaqiyat qozondi. Men shundoq kulgilikmikanman, ha? Men shundoq kulgilikmikanman, ha? Gap qilish. Men kulgilikmikanman. Kulgilikmikanman. Bilgan bo'lsanglar bo'ldi. Kulisha. Yalg'ondimi sen kulishir ekansan? Xo'jayin, planimiz to'liq bo'ldi. Qaysi plan to'liq bo'pti? Voy, xo'jayin, islzodlar unutqaq keladi-da. O'tganda nurg'un pul xarjlagan planimiz esingizga keldimi? Esimga keldi. O'tganda nurg'un pul xarjlab, shodlik qo'riqini setib olmoqchi bo'lgan. Kim bilsin, bu ikki kalla bir eshik usulni ko'dirib ketdi emasmi? Bu ish yodimga kelsa mening. Bu ish yodimga kelsa, bu usulliklarning hammasini bir o'tlab ishlayotgan kelib ketdi. Xo'jayin, men bu ishni demedim. Qaysi ishni deding hamsa? Tut. Tez ayta, har qitim shundoq kekashlaysan. Xo'jayin, o'tganda toshqonlarga maxsus taqobil turadigan bir shirkat tiklab kelgan-ku. To'g'ri, esimda. Ismi Qorong'u olam shirkati. Dunyo osmon jismlari shirkati. Kasining bo'pti. Biz ularga nurg'un pul berdik-ku. Basakning bo'pti. Xo'jayin, qarang. 4 quyosh chiroyli sizibdi. Birsi yumloq emaskan. Xo'jayin,
Qara, hazır şatlık qo'rqining osmonida 4 quyosh bor. Nima degan yaxshi? Toshqin ko'pining purq kilovatidu. Toshqin ko'pi ne degan? Xo'jayin, sizningcha 4 quyosh şatlık qo'rqidagi toshqonlarni ko'p qilib etganmidi? Aqlliqligini, sen bak aqlliqchimi? Sen, yana sen, şatlık qo'rqiga tez berib toshqin ko'plarni yig'ib kelinglar, tez bo'linglar. Hechdan boshqani bilmaydigan dötga qaraqatim tushib ketdi. Hava isib ketdi, shamol chiqay demaydi, isib o'lay dedim. Hocam, putum kuyib ketdi, putum kuyib pishib qolmasa. Bo'ldi, sen qaytib ket. Men birdamdan uchib boratdim. Yo'q bo'lmaydi. Elektr stansiyasi mening xizmat doiramdagi ish. Chotoq chiqsa, men bormasa bo'lmaydi. Amaliyotda bu elektr stansiyasining ishi emas. Osmonda 4 quyosh paydo bo'ldi. 4 quyoshmi mening xizmat doiramda? 4 quyosh? Dinozavr polvon meni ucholmaydi deb ahmoq qilib otamsan. Rost deyman. Men boya osmonda 4 quyoshni ko'rdim. Meningcha bu qo'zg'inning o'yinig'i deyman. O'tqoch bilamdi. Men o'tqashqa dedim. U hozir hamkorlashuvchimiz bilan aloqa qilyapti. Ularga o'zing yolg'iz taqobil tura olamsan. Xotirjam bo'l. Men berib ahvolni bilib boqmoqchi edim. Mangdim. Voy, putum kuyib ketdi. Dinozavr polvon ehtiyot qil. Boshliq. Men dinozavr polvon. Javob qaytur. Hamkorlashuvchimizning aniqlashicha, u sun'iy quyoshni quzg'unning tarmog'iga tushgan sun'iy osmon jismlar shirkati yasagan ekan. U shirkat sun'iy quyoshlarni tushirishga qo'shilibdi. Hamkorlashuvchimiz bizni sun'iy quyoshdan tushib ketishini ko'zdinglar dedi. Tushundim. Voy, chidayolmadim. Putum kuyib mang'amay qoldim. Ben kuyib ketdi. Kuysi yaxshi emasmi? Shatliq qo'rqidagi toshqonlar cho'qim kuyib ko'p bo'lib ketdi. Kavobni avval o'zimiz yeyli. Oshqinini xo'jayi bilan qag'iga ag'ash borayli. Buni sen deding, amsi gapingni ching tur. Nima qarimiz? Qo'saq to'q bo'lsa ishni obdan qilib bo'ladi emasmi? Uxlamay tush ko'ribsizlar. Yana sen kelsan-ku dinozavurchaq. Har ketim sen ishimizni buzsan. Bu hamoqat iyiq. Meni dinozavurchaq dema deb nech ketim deyman, Toshqon ko'pini ko'p yeb olding-mi nima? Nima deb ishimizni buzsan? Toshqon ko'pi. To'la xursandlik qilma. Qo'sig'ingga qarab baqa. Toshqon ko'pi yegandekla turasan. Mening qo'sig'im aslida shundoq. Nima da'vatqiningni tushunmadim. Biroq eng yaxshisi shatliq qo'rqimizni nerkat, uqdingmi? Shatliq qo'rqidan neri ketamdim? Men neri kessam, kavobni o'zing yolg'iz yemoqchimi? Nimalarni da'vatsan? Qandaq ichingdikini bilib oldimmi? Neri tur? Çatak, toshqon ko'pi yegicha iyiq ko'pi bo'lib ketgudekman. Yağmur yağdı. Mulayim, sen bek vaqtida kelding. Boshliq, men dinozavr polvon. Üstüne quyosh tushirib etildi. Tushundim. Çatak bo'ldi. So'q qizib ketdi. Qutqizinglar, pishmag'im yo'q.谁的肚皮像鸡块，谁的眼睛